ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Sizning zurriyatingiz ham Baytullohning imomlari chiqsin. Bugun do'stlar hech yo'q tushingiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring do'stim. Hozir akamiz bilan mana Allohning baytiga tashrif buyurganmiz. Akamiz biz orqali kelgan. Bizi doimiy klientimiz. Aka, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qayerdan so'zingiz aka? Biz asli Marg'ilondanmiz. Moskvada ishlaymiz. O'zbekiston pasportimiz. O'zbekiston pasporti. O'zbekiston pasporti bilan Rossiyadan turib umraga kelsa bo'lar. Alhamdulillah, mana kelib turibmiz-ku. Qancha yillar bo'lmayaptimi aka? Alhamdulillah. Bizni qanchadan beri taniysiz aka? 2 yildan oshiq. 2 yildan oshiq. Bizdan Gransiyaga borib kelgansiz, kitob xarid qilgansiz. Kitob xarid qilamiz. Jaynamoz zakaz qilgansiz. Alhamdulillah. Jaynamoz zakaz qilgansiz, nima deb niyat qilgansiz? Inshaalloh Jaynamozda Ka'batullohda oldida turib Jaynamozni qo'yib video qilganlar, Alloh rozi bo'lsin. Kelib shu yerlarni ziyorat qilsinlar, duo qilinglar. Makka da turgan turib duo qilgandek, duosi ijobat bo'lgandek mana inshaalloh 2 yildan keyin mana kelib turibmiz. Xullas do'stlar, sizlar ham O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, Qozog'iston, Mars, Yupiter, Yer, Oy, Quyosh qayerda fuqarosi bo'lsanglar ham bemalol Allohning baytiga tashrif buyursanglar bo'ladi. Assalomu